Kelesda obyektimizga kelganmiz. Sauna ishlarni qilib berganmiz bu yerda. 1 yilcha oldin inshaalloh o'shalarni topshirishga kelamiz. Sizlar bilan bitta obzorlarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, podol qismimizga tushib ko'rishimizda shunaqa katelni zonamiz. Bu yerda bizani 3 kutu basseyn, 2 metli. Bu yerda bitta dushovoy joyimiz. Bir saunamiz. Galaksiya qutla qo'yganmiz. Himalayaskiy tuzlardan foydalanganmiz. Ko'rsizli balans mahsulotlardan. 9 kilovatli Harvey brendli pechkalarni qo'yganmiz. Pajani bezapasligi orqasiga keramik granit kapellarni terganmiz. Dizaynimizda sidishkalarni avishni mana shunaqa avani variantda qilganmiz. Sababi buni odam o'tirgan payti bemalol foydalanishga qulay bo'lishi uchun. Bizning tuzilishda davom etinglar, yana video obzor qilib olamiz.